Nima sababdan Toushe'dan keyin Dodi darajasidagi yangi amaliyotchilar paydo bo'lmadi? Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Sizlar bilan yana Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. Xiaoyan bir necha bor 9 yulduzli Dousheng cho'qqisiga yetgan amaliyotchilarni uchratdi. Biroq ulardan eshitgan gaplarining barchasida ma'lum bir nuqtaga kelganda daraja ko'tarish uchun nimadir yetishmayotganini aytishadi. Xiao Xuan ham o'z darajasini yorib o'tmoqchi bo'lganida nimadir yetishmayotganini aytib o'tgan. Uning ilohiy mohiyatga o'xshash bir narsa deb atagan. Keyinroq Xiaoyan Toushe bilan suhbatlashganida u o'z olamidagi aynan shu asl chini quritib yuborganini bilib oladi. Asl chining so'nggi qoldiqlarini Toushe ilohiy tabletga va o'z merosini yaratish orqali ishlatgan. Novella oxirida asl chi yana Xiaoyan olamiga qaytgani aytiladi. Biroq u qanday va nima sababdan qaytgani tushuntirilmaydi. Asl chi nomi bu energiya, Xiao Xuan bergan uning haqiqiy nomi esa manba, ya'ni ildiz edi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar va turli xil donghvalarni Banana TV platformasi orqali kuzatishingiz mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha